Bitta story qo'yib boraveramiz, sababi postga qo'yadigan bombitskiy materialim bor. Bomba bum qiladi. Alhamdulillah, Allohning izni bilan hammanglar ko'rib, bilib o'tiribsizlar. Sanab o'tirganlar ham bor. Даже Cadillac nechta olib keldik, zikr nechta olib keldik, hammasini. Alhamdulillah, Cadillacga ham trend qo'yardik, zikrni ham trend qo'yardik. Zikrchilar xursand bo'lmasin, hamma narsani ko'rib, bilib, eshitib o'tiribmiz. Prosta biz safar dedik, ibodat dedik. Bu internetga chalg'iydigan joy emas edi. Zikrlarimiz kelgan ertaga qo'yamiz, yana narxlarini ham qo'yamiz, banglatamiz. Zikrini yo, Cadillac'ini yo, Luboyini biz sahnadamiz. Hozircha Toyota Land Cruiser gibrid 2026 model, mana bunaqa moldinglari ko'ryapsizlarmi? Qora. Tak, bu 3-qatori bo'ladi, 3.5 turboda bo'lmaydi. Eng fulli Yevropeyka o'rtoqlar, 3 qatorli, eng modniy bardoviy salon. Haydab, meddab hamma narsasi bor. 135 ming deyapman. Kelishtirib beramiz. Katta ehtimol bilan O'zbekistonda qora rangi yo'q buni o'rtoqlar, ko'rasizlar.